har qaysi viloyat, aymoqlarning amirlari va o'rda arkonlari xonga pat-pat chiroyli qizlarni sovg'a qilib, sadoqat bildirib turadi. Ammo Mirzo Ulug'bekning Zaynab bibiga ko'ngli tushib qolgan edi. Shunga Sayyid Ali Olibni zindondan chiqarib o'tishga oldirmadi. Chunki Sayyid Ali Olib zindondan qutulgandan keyin vataniga qaytmay, haramga tegish qilib, suyimlik Zaynab bibini bulab qochish ehtimolini yo'q degili bo'lmaydi. Navoda shundaq voqea yuz berib qolsa, Mirzo Ulug'bekning obro'yiga cho'ng nuqson yetadi. Undan boshqa Mirzo Ulug'bekning Sayyid Ali Olibni qamoqda tutib turib, Mo'g'uliston saltanatiga o'zining buyuk sultonlik kuch-qudratini namoyish qilish, o'zga al-amirlarning tasarrufiga xohlagancha kirib chiqishning oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligini bildirib qo'yish niyatimi bor edi. Albatta, shu kunlarda Mo'g'ulistondan Sayyid Ali Olibning gunohini tilab elchi kelgan bo'lsa, Mirzo Ulug'bekdan ko'ngil qo'yib kechirim so'rgan bo'lsa, Sayyid Ali Olibni qamoqdan chiqarib yo'lga silib qo'ygani bo'ladi. Lekin Mo'g'ulistondan faqatla elchi kelmadi. Ular Sayyid Ali Olibni esidan chiqarib qo'yganda qiladi. Mirzo Ulug'bek Sayyid Ali Olibning ig'ir kasalga giribdor bo'lib, o'lar holati yotganligidan xabar tepib, zindon begiga xeylilik qo'ydi. Sayyid Ali Olibni zindondan chiqarib, nazarband qilib turib, o'rda teviblarga kesilni amlashni buyurdi. Chunki Navoda Sayyid Ali Olib o'lib ketsa, ikki el o'ttirsida ig'ir adovat paydo bo'ladiganligi. Oxirida buning dushmanlik, jangi jidalga sabab bo'ladiganligi Mirzo Ulug'bekka tushunishlik edi. O'rda teviblari har xil amallarni qilib davolab boqqan bo'lsa-mu, Sayyid Ali Olibning kesilida faqatla yaxshilanish bo'lmadi. Yigit ussobli turadi. Yoz kunlaridagi Samarqandning dimiq havosi bilan ussizlik uni to'xtamay qiynaydi. Bir kuni kechlik tomoq vaqtida Sayyid Ali Olibning birdilla qimizga ko'ngli tortib qoldi. Xizmatkorga qimiz akilib berishni buyurdi. Uning kesilni davolashga mas'ul o'rda tevibi qat'iy qo'shilmadi. Qimizning o'rniga sharbat ichsizlar, amirzodam, dedi tevib. Navoda qimiz aks ta'sir berib qolsa, Mirzo Ulug'bek oliylarining oldida huddisidan chiqolmayman. Mening kesilim doğru kor qiladigan darajadan o'tib ketdi, dedi Sayyid Ali Olib. Doğru kor qilgan bo'lsa, allaqachon saqayib ketgan bo'lardim. Elmo ko'p tirishchanlik ko'rsatib sabab qilishdilar. Endi o'z ixtiyorimga qo'ysinlar. Parhez taomlarni yeb, parhez ichimliklarni ichib, qo'ymi zerikdim. Qimizga ko'nglim tortibli turdi. İçishimga ijozat bersilar. Bir o'tlam ichib boqay. Mayli foyda qilsin, mayli ziyon qilsin, arminim yo'q. Navoda ziyon qilib qolsa, hargizmi janoblardan ko'rmayman. Tevib Sayyid Ali Olibning kuchlik talabini rad qilishga amalsiz qoldi. Yana bir tarafdan o'ruqlab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan Amirzodiga tevibning ichi og'rib qolgan edi. Har qanday kasalning sababi bizdan, shifo tepishi Alloh taolodan. Maylilar, ko'ngli tatgan bo'lsa, ichib boqsin. Birar o'tlam ichganga ziyon qilibmi ketmas. Erkinlik cheklangan bechora yigitning bunchalik talabini rad qilsammi bo'lmas. Balkim tabiatiga
qimiz bir oz quvvat beg'ishlasa ajab emas. Amisa bir jamdan ortiq ishmisizlar? Bir jam qimizni Said Ali olib bir tiniq tili ichivatdi. Muzdaq qimiz uningga bakli yoqqan edi. Qo'ymi esi qimizgan. Yana bir jam iltifot qilishga bo'ladimi, janobi Tevib? Kechirsizlar, amirzodam. Buguncha mushuningga shukr qilsizlar. Endi uningdan ortiq ichishtirga ijozat berolmayman. Said Ali olib Tevibni tanqislikda qo'ymaslik uchun ortiqcha tirkashmadi. Kechalari 4-5 qitim qo'rsqa og'rib hojatga chiqilgan Amirzoda bu kechasi bir qitimla hojatga chiqdi. Tariti xeyli qo'yiq kelgan edi. Qo'rsqimi ancha og'irmadi. Tevib bemorda yuz bergan bu alomatlarni anglab hayron qoldi. Ham ancha ishonmadi. Deganlari rostmi, amirzodam? Meni aldayotmaydigandilar, ha? Sizlarni aldab nima qilay hozirdan? Ishonmisizlar? Chiroyimga sapsilib baqsizlar? Tevib yigitning chiroyini inchiklik bilan ko'zatdi. Tomirini tutib ko'rdi. Allohga 100 ming qatli shukr. Rostilla mo'jiza yuz beribdi, amirzodam. Kasallarning doğrusini o'zlari tepibdilar. Amisa bugun yana qimiz ichishimga ijozat berala? Albatta ijozat beraman, albatta. Undaq demisizlar? Mashg'ush bo'lg'ich ishkim bor. Yo'qsa, amirzodam, yo'qsa. Tallari to'limi ojiz. Jiq ichib olsalar hargiz bo'lmaydi. Bugun faqat 2 jamni ichirdilar. Amisa 4 jam ichay. Meni xijolat qo'ymasizlar, amirzodam. Har qanday dora shaytin eshib kelsa, ziyon qiladi. 3 jam ichsam bo'la? Shundoq qilib, Said Ali olibning hech qanday dori kor qilmagan kesiliga qimiz shifo bo'ldi. Bir oy ichida sallamazo saqiyib, to'liq asliga keldi. Bu Mirzo Ulug'bek avatgan lashkarlar Qashqarga berib bo'lgan mazgil edi. Shu kunlarda Mirzo Ulug'bekni dadisi Shahrux Mirzo Yiratga chaqirtib yorliq avatdi. Mirzo Ulug'bekmi Yirat ordusiga berib dadisiga salom berish, Mavara Unnahirning saltanat ishlaridan ma'lumot berish tayyorligini ko'rayotdi. Said Ali olibning sallamaza saqayganligidan xabar topgan Mirzo Ulug'bek Amirzodam Said Ali olibga yetkazinglar. Men bilan birga Hirotga berishga hozirlansin, deb farmon qildi. Mirzo Ulug'bek Said Ali olibning to'limi egiz ham baslik qaddi qomatiga, kamolatga yetgan jonbozlik mahoratiga to'limi havas qiladi. O'zining sarkardalari orasida ashundoq bo'y baslik, kuchtungur bahodirlarning yo'qligidan afsuslanadi. Shu topda uning Said Ali olibni tuyuqsiz Hirot ordusiga birga elib berishdagi maqsadi Hirotdagi amir sarkardalarga Mo'g'ulistonda mushundoq bo'y baslik bahodirlar bo'lsa-mu, ularni bo'ysundirganligini, Qashqardagi katta shaharni tasarrufiga kirgizib, lashkar turg'izishga muvaffaq bo'lganligini, har qanday qudratlik xon sultonlarning o'ziga teng kelolmaydiganligini bildirib qo'yish. Yana bir tarafdan 1 yildan beri tutqunlikda yashagan Said Ali olibga do'stlik qo'lini sunib, ko'nglini moyil qilish. Aradagi g'um adovatni yuyish.
Andın uni izzat ikrom bilan vataniga qaytirib, Qashqarda lashkar turg'izganlik sababidan iztirobga tushgan Mo'g'uliston sultoni bilan Ulusbegining ko'nglini amin topqizish edi. U Mo'g'uliston saltanatida huquq va imtiyozi xondan qilishmaydigan Ulusbegi Xudoydodning o'ynaydigan roliga ozroqmi sal qarmagan edi. Navrisini qaytirib bersa, Ulusbegi Xudoydodning o'zidan xush bo'ladiganligini, Qashqarni qaytirib olish uchun anchalik tirkishib ketmaydiganligini o'zicha tasavvur qilgan edi. Mirzo Ulug'bek Hirotga tezroq yetib berish uchun kech-kunduz to'xtamay yo'l yurdi. Ular Qarshi shahardan kechida o'tib ketgan edi. Bomdod namoziga yaqin Qarshi bilan Hirotning orliqidagi tog' bag'riga tushkun qildi. Cho'qqisi oppoq qor, bal va bog'lari qorag'ay, archa va allaqandoq tog' o'simliklari bilan bezalgan tog' bag'ri sutdek oydinda ajoyib go'zal ko'rinadi. Janub tarafdan asgan g'urg'uri shamol tog' gullarining hidini dimoqqa urib, kishiga ajoyib huzur bag'ishlaydi. Mirzo Ulug'bekning 500 nafar xos nökeri otlarni o'tqa qo'yib o'tib, yoy shaklida kuzatib turdi. Oshpazlar o'choq yasab qozon qumishlarini joylashtirishga, xizmatkorlar Mirzo Ulug'bek uchun joy rastlashga kirishdi. Ulusbegining xayoliga barham bermaslik uchun Kuchar amri beshini tuvan soldi. Og'zining uchiga kelib bo'lgan, texi atigan topshirib olgan Qashqar haqidagi ma'lumotni yutib Qashqarning ahvoli qandayroq? so'radi Ulusbegi Kuchar amrining ko'nglidagini bilib qolgandek. Batniyat Xo'ja Sharifning ahvolini deyman. Qashqarga avatgan oyg'oqchilarimiz texi atigan ma'lumot ilib keldi. Qashqarning ahvoli yaxshi emas, to'g'ri hazratim. Ochiqroq deysizlar. Tuzkor Xo'ja Sharif Samarqandga Mirzo Ulug'bek oliylar dargohiga ma'lumot yo'llagan ekan. Mirzo Ulug'bek oliylari Xo'ja Sharifni qo'llash uchun Sulton Malik Do'g'lat ismli sarkardisini amir lashkarlikka tayinlab, xillangan bir tuman ortiq lashkarni ko'maklashishga avatibdi. Hozir ul bir tuman Samarqand lashkari Qashqar shahrini qo'g'dayotgudek. Bu kutilmagan xabar Ulusbegi Xudoydodning yuragini xuddi dog'mol yoqqandek echishtirdi. Baya o'g'lining og'rib qolganligini anglaganda cho'chigan Ulusbegi shu topda o'zini tutib olishga, yuragidan portlab chiqqan ochiq g'azabni bilindirmaslikka tirishib. Shundaqdimi bakrak sap solgan kishi uning oppoq soqol burutlarining dir-dir titrayotganligini sezalaydi. Bu ishqa Mirzo Ulug'bekning qo'l tiqqanligi, yana kelib xillangan bir tuman otliq lashkarni Qashqarga avatganligi Ulusbegining yo'l bo'yi tuzgan planlarini tamoman vayron qilib o'tgan edi. Shu topda chaqmoq tezligida yurish qilib Qashqarni bir hujum bilan qo'lga elish, munofiq Xo'ja Sharifning jajjisini berish tadbirining talto'kis suvga chilashganligini his qilib, xuddi o'g'i yutib olgandek beorom bo'lishga boshlagan edi. U har qancha bo'lsa-mu Qashqarga Samarqand lashkarlarining yetib kelishini xayoliga keltirmagan edi. Xo'ja Sharif, sen maqsadingga to'liq yetibsan. Mirzo Ulug'bek oliylarining bir tuman otliq lashkarining ko'magiga erishgan bo'lsang, seni bo'sh chaqilmasam bo'lg'idek.
Bu Mirza Ulug'bek oliylarining nima qilg'ini endi? Uning Qashqarga shuncha o'la lashkar avatishining hojati yo'q edi-ku. Qashqardagi to'polonni tinchitish Turpan taxtgoyining o'z ishi edi-ku. Bir arzimas Xo'ja Sharif uchun shuncha o'la ko'ngil bo'lishida muddaosi nemikin? To'g'ri, uning ko'zligini Xo'ja Sharif emas, balki Mo'g'uliston elining katta viloyati Qashqar. Bu aniqla ayni yili marhum sultonimiz Xizr Xo'jaxon oliylar bilan marhum Amir Temur oliylari o'rtasida tuzilgan tinchlik, do'stlik bitumiga ta'arruz qilganlik emasmi? Biz hozircha bitimga rioya qilib, do'stligimizni voyaga yetkazib keldik. Lekin u bo'lsa, ota bo'g'lari tuzgan bitimga rioya qilmay, riyo yo'lini tutib o'tadi. So'yimlik navram Said Ali Olibni zindonga solganini anglaganimda buni his qilishim kerak edi. Ikki el o'rtasidagi do'stlik, tuqqandorchilik moshining bilan buzilarmi? Endi Qashqarga yengiltaklik bilan lashkar tortishga bo'lmaydi. Jangda Nusratga yuzlansam-g'o, ta'ligim. Navoda mag'lub bo'lsam, Mirza Ulug'bek Qashqarga qanoat qilmasligim mumkin. Undan boshqa Sulton Shir Muhammadxon oliylarining oldida kunim texmi taslishidi. Shundoq Qashqarga lashkar tortishga oldirmay, sarkarda lashkarlar kuchada orom olg'ash tursin. Avval Oqsuga boray. Aziz farzandimning ahvolini o'z ko'zim bilan ko'ray. Qoldi ishlar haqida ondan boshqa turarman. Uluzbegi Xudoydat Kuchar amirining o'z sharpiga tayyorlatgan katta kutib olish ziyofatiga chala puli daxil bo'ldi-da, 4 sarkardisi bilan Kuchar amirining hamrohligida Oqsuga qarab yurib ketdi. Turpandan Kucharga kelguchi bo'lgan orliqda Uluzbegining butun asyodi Qashqarni qaytirib olishda qolgan bo'lsa, shu topda butun asyodi Oqsuda betap bo'lib yotgan o'g'lida qolgan edi. Uluzbegining jiddiy tus olgan chiroyiga qarab, hamrohlarimi tinsiz meng'ishatdi. Turpandan birga chiqqan sarkardilar xeyli yashinib qolgan Uluzbegining shuncha uzun yo'lni ot ustida mengibmi, yana g'arg'inligini chandurmay meng'ishiga ham qoyillik, ham hayronlik nazarida qarashatdi. Uluzbegi hamrohlari bilan Oqsuga kelgan chaqda o'g'li Said Ahmad Mirzo tomoqdinli emas, gap so'zdimi qolgan bo'lib, behush holatda yotadi. Uluzbegi oldiga yig'izar qilishib chiqqan kelin navrlarga tasallimi bermadi. Sarayga kirib, to'xtamay oyat o'qib, dam selib yurayotgan daxan mollalarni chiqarib o'tib, behush yotgan o'g'lining qishida uzoq xiyol surib o'tirdi. O'g'li o'ruqlab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan edi. Terikligidan nishoni berib, ojiz nafas oladi. Naib amir janoblarining ahvoli kundan kunga yomonlashib ketib boradi, dedi peshqadam tevib, amalsizligini bildirib. Gelidan hech nima o'tmaganligi uchun teni bak ojizlab ketdi. Bu olamda yana bir o'xshashi yo'q. Ulug'ligi yegona Alloh taologa haddi hisobsiz hamd sanolar bo'lsinki, yaratgan egamning sir hikmati
Ümidsizlik vadisida sarson bo'lganlarning yuziga har doim rahmat eshigini ochidi. dedi Ulusbegi Xudoydod g'amkin qo'l bog'lab turgan amirlarga qarab. Har qanday bir mavjudlikning mangu davom etishi mumkin emasdir. Shunga kalamullada musibatlarni sabr qilishga undab, biz albatta Allohning igidorchiligimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz degan oyat nozil bo'lgan. Farzandlarimiz albatta jigarlarimizdir. Ammoki yaratgan egam to'rt tododin tutib yaratgan o'l bandisidagi omonatni har qachon ilishga haqliqdir. Ortiqcha nolazor qilib besaramjon bo'lmasinlar. Amirzodamning vaqt soati yetgan o'xshaydi. Baloq sabr, qozoq rizo debdigan. Shunga rizolik berib, oxiratligiga tayyorlik qilsinlar. Ulusbegi o'g'lining qishida kecha-ichi kirpik qaqmay o'tirdi. Amir Said Ahmad Mirzo Bag'dodga yaqin jon uzdi. Oqsuv amiri butkul Oqsuv shahriga 40 kunlik musibat chakarladi. O'g'lini yuyib tarab yerligida qo'yib bo'lguncha Ulusbegi bir tomchimi yosh to'kmadi. Oyig'i uzilmay kelayotgan Oqsuv Kuchar ushning ulug' ushaq patichilari bilan ham suhbatda bo'ldi. Turib hasrat bilan ulug' kichikdan otdi. Chamdurmagandek turg'uni bilan ikki puti go'rga sangilaganda o'g'lidan ayrilib qilish azobi bu boyga to'limi eg'ir kelgan edi. Ko'z oldida o'g'lining ochiq yutib o'lib ketishiga sababchi bo'lgan sadoqatsiz amiri Xo'ja Sharifning chiroyi turib zohir bo'ladi. Daqiqa ichida Qashqarga lashkar tortib berib, Xo'ja Sharifning kallasini tenidan judo qilg'usi keladi. Lekin Qashqarni saqlayotgan Mirzo Ulug'bekning tuman kishilik otliq qo'shini esiga kelib, yana meydadan yanatdi. Shundoq tuman kishilik Samarqand lashkarlari uning oldida to'g'ri turib olgan edi. Qashqarni suhbat orqali qaytarib olishning chorasi haqida bosh qotiratdi. Jang qilmoq oson, lekin u dushmanlikning kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Umrim oz qolganda ikki elning o'rtasidagi do'stlikni buzib o'tmaganim yaxshi. Yog'i yiqilmoq demaklik, el yurtning beshiga baloyi ofat ilib kelmak deganlik. Onun ustiga Sulton Shir Muhammadxon oliylarining deganda meni qo'llab lashkar, oziq-tulik, pul-pichak avatib berishimi notoyin. Shu kunlarda Ulusbegining Sulton Shir Muhammadxonga bo'lgan ishonchi, ixlosi suslab qolgan edi. Sulton Shir Muhammadxon oliylariga Xo'ja Sharif isyonini ma'lum qilgan vaqtimda darhol Qashqarga lashkar tortishimga yorliq tushirgan bo'lsa, Samarqand lashkarlaridan burun Qashqarga yetib bora olgan bo'lardim. Ol chog'da Samarqand lashkarlaridan voyim yeyishning hojati qolmaydi. Balkim ular mening Qashqarga kelganimdan xabar topsa, yerim yo'ldali kayniga yenishimi mumkin edi. Sulton Shir Muhammadxon o'sha lamzaliligi bilan yoki saltanatning yoki o'zining beshiga chiqdi. Ulusbegi turibla Shahzoda Uvays xonni ko'z oldiga keltirdi.
navoda Shahzoda Uvaysxon taxtda o'ltirgan bo'lsa, bundaq oqibatning yuz bermasligini qiyos qiladi. Shahzodaning qishig'i avatgan choparmanning texcha qaytib kelmaganligidan beorom bo'ladi. Said Ahmad Mirzaning 7 nazrni bergan kuni Shahzodaning qishig'i ketgan choparman oxir Oqsuga yetib keldi. Ulusbegi choparmanni maxfiy qabul qildi. U Shahzodaning qishig'iga choparman mong'uzg'inni qo'l ostidagi eng yaqin sarkardalardanmi sir tutgan edi. Choparman Ulusbegiga Shahzodaning bir parcha xatini topshirdi. Xat takalluf so'z iboralaridan xoli, to'liq qisqa yozilgan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulusbegi Amir Xudoidat hazratlariga kamina baxt qari Shahzodaning g'imini yeb avatgan muborak salomnomalarini topshirib ilib to'limi so'yindi. Allohning hukmi bo'lmish muborak Qur'oni Majidda sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir deyilgan ekan. Balkim men ancha yoqtirib ketmagan. Şol sababdan ko'ngil sirimni aytqim kelmagan kishilar men uchun ko'ngil bilib, g'imimni yavatgan bo'lishi mumkin. Bilguchi yanala janobi hikmat egisidir. Hazratimning xasta dillarimizga orom berguchi salomnomasi g'am tog'larida besilib, nafas ilishimizmi qiyinda qolgan demiqimizga rang-murang gullar bilan purkangan chimanzordan askan bishorat salkinidek bir lahza orom beg'ishladi. Hazratimga qorong'u bo'lmasa kerak. Ko'pligan saltanatlar bo'lganki, ularning maydonga kelishiga baloyi ofatlar sabab bo'lgan. Ham shundaqla bir muncha jamoalar bo'lganki, ularning mavjud bo'lib turishiga parishonlik va muvaffaqiyatsizliklar sabab bo'lgan. Beshimga kelgan bu qori kunlarni zinhor hazratimdan ko'rmasman. Ammo kaminiga tog'i bo'lmish janobi xon oliylardan ota bovlarimdan miros qolgan taxt saltanatni so'yib olmaguncha zinhor tinjimasman. Hazratim rost aydilar. Savrning tegi oltin. Savr qilsa albatta g'o'ridan holga pishidi. Ammoki o'sha holgining shirin ta'mini tetish uchun savr qilish bilan birga o'l g'o'rini bo'ronning so'qib etishidan, yot qo'llarining putib etishidan saqlash kerak. Bu oy, bu kunlarda Mo'g'uliston ilida sadoqat, vafo qolmabdi. Hazratimning yurak yorisini tatilmoqchi emasman. Biroq Hazratimning Qashqarga lashkar tatmiqimi oshu julosini yo'qotgan sadoqat, vafo boisidandir. Tozkor Xo'ja Sharifni farzandlaridek ko'rgan emasmiydilar? Oxirgi hisobda uning siliga bergini riyo zahri bo'ldi. Sutni og'zi ko'ygan odam qetiqni po'lab icharmish. Hozircha har qanday odamning sadoqat, vafo gulchanidan tizib avatgan guldastalarini purashqi zo'qim yo'qdir. Yaratgan egam o'ttirimizdagi do'stlik chimanining sadoqat, vafo gullariga purkinib turishiga nisib qilg'ay. Nomi tamom, vassalom. Baxti qara Shahzoda Uvaysxon ibn Shir Ali xondin deb bilurlar. Ulusbegi Xudoidat xatga ikkinchi qitim ko'z yugurtdi. Bu oy, bu kunlarda Mo'g'uliston ilida sadoqat, vafo qolmabdi. Sutni og'zi ko'ygan odam qetiqni purlab icharmish. Hozircha har qanday odamning sadoqat, vafo gulshanidan tizib avatgan guldastalarini purashqa zo'qim yo'qdir. degan qurlarni qayta o'qidi. Oppoq soqollarini tiqmoq barmoqlari bilan tarab, cho'nqur xiyolga patdi.
Har nima deyishga haqqilari bor, shahzoda. Shu kunlarda Mo'g'uliston taxtigoyidagi amirlar orasida ishonch yo'qoldi. Xon oliylari bizga ishonmayotgan yerda sizlarning badgumanda bo'lishlarini ayibga bo'ylashimizga haqqimiz yo'qdir. Har holda o'ttirimizdagi ishonch uncha tez yo'qolmasa yaxshi bo'ladi. Qanday qilsam menga ishonarlar, shahzodam. Ulug'bekning xiyolini xos mahrini Qanotbekning yengil yo'talgan ovozi uzib qo'ydi. Mahramning yo'tilib qo'yishi Ulug'bekiga yetkazadigan muhim bir ma'lumotdan bishorat edi. Ulug'beki beshini ko'tarib mahram yigitga qaradi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Amirzodi Said Ali olib qaytib keldi. Amirzodam qaytib keldimi? Ulug'beki quloqlariga ishonmagan holda mahrimiga tikildi. Shundoq hazratim. Shu topda Amirzodamning udul Samarqanddan kelishi ekan. Hozir nada? Ishkuyda hazratimning ijozatini kutib turibdi. Chaqqon boshlab kirsinlar. Ulug'luğning yegona egasi bo'lgan shafqatlik Alloh. Sana 100 ming qatli shukr. Bir qonitimni qayrib elib, yana bir qonitimni qaytirib berganingga ming tasanno. Sening karomatlaring inson bilib bo'lmas sir hikmatlarga to'lgan. Ojiz, gunohkor bandalaringning xasta dillariga tasalli berib, mehr shafqat ko'rsatguchi yanada sen o'zingdirsan. Ulug'beki ko'zlarini taqazzoliq bilan saroyning eshigiga tikdi. Assalomu alaykum. Janobi muhtaram baboyi buzrukka ehtirom bo'lg'ay. Dedi eshikdan kirib kelgan Said Ali olib qo'lini ko'ksiga elib turib. Va alaykum assalom. Ko'zimning go'hri. Amanmi sizlar amirzodam? Bu tushim emasdir, ha? Yo'qsa, bu tushlar emas buzrukvorim. Bu bilan Navra quchoqlashib ko'rishdi. Said Ali olibmi ko'ziga mo'lladi yosh oldi. Ben boshliqimni kechirsilar, baboyi buzruk. Vafosizligimni Alloh egam jazolab, marhum jannat makon padarimning jamolini ko'rishga nasib qilmadi. Undoq demisizlar, o'g'lim. Mana bu dargohda tinch omon ko'rishganimizning o'zi Janobi Alloh egamning inoyatidir. Zinhor ko'ngillarni yerim qilmag'aylar. O'lim har joyda bordir. Tiriklik a'lo. Yegona qudrat egasi vaqt ichida cho'g' saqlovchi karomati bilan sizlarni Mirzo Ulug'bekning zulmidan qutuldirganiga 100 ming qatli shukr. Ulug'beki navrisi bilan uzoq sirdoshdi. Said Ali olib buvisiga Andijon va Samarqanddagi kechirmishlarini qisqali so'zlab berdi. Andijon amiri amdila Andijonga qaytib kelgan Mirza Ahmad Andijonini bundan 7-8 oy avval Samarqand ordusidan tushirilgan tutish buyrug'ini ko'tarib chiqib qo'lga oldi. Uningga xonga osiylik qilish jinoyati yuklab, Mirza Ulug'bekka ma'lum qilmayla kallasini oldirdi. Bu ish Andijonda cho'ng g'uvg'a qo'zg'adi. Aldraqsallik qilib qolganligini his qilgan Andijon amiri gunohini yuyish uchun Mirza Ahmad Andijonining singlisi Zaynab bibini Mirza Ulug'bekning harmiga sovg'at hisobida avatib berdi.
Andın Zeynep bibi bilan to'y qilish uchun kelgan Sayyid Ali Olibnimi navkarlar bilan tutib zindonga selib, Mirza Ulug'bekka Mirza Ahmad Andijoni xonga osiylik qilganni oz deb, Mo'g'ulistonning sarkarda lashkarlarini Andijonga boshlab keldi. Yomon g'arzini vaqtida bayqab qolganligim uchun oliylarga xabar bermayla o'z oldimga tadbir qo'llandim. degan mazmunda ma'lumot avatib, gunohini tuhbiga o'zgartib oldi. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Doğru kar qilgan bo'lsa, allaqachon saqayib ketgan bo'ladi. Amirzod Said Ali olibga yetkazinglar. Men bilan birga Hirotga berishga hozirlansin. Bir o'tlam ichib boqay. Mayli foyda qilsin, mayli ziyon qilsin. Arminim yo'q.